ushbu litsey bitirganlarda kvotasi, ya'ni 50 yillikdir. Harbiy litseyga kirgan ukalarim diqqatiga. Sizlarga zo'r bir maslahatim bor. Harbiy litseyga kirib oldim. Bo'ldi, men uchun u hamma eshiklar ochiq, ya'ni o'qishga aniq kiraman. Misol uchun Temuriylar maktabida 30% o'tan bor degan narsani yig'ishtiring. Sababi sizda menimcha ma'lumot bor. Ushbu litsey bitirganlarda kvotasi, ya'ni 50 yillikdir. Ya'ni sizdan oldingilar ham, undan oldingilar ham topshirishlari mumkindir. Yoki ichki ishlar litseyiga kirgan ukalarning diqqatiga. Endi biz bo'ldi 80% kvota bizga kelgan esdan chiqaring. Nimaga? Sababiki ichki ishlar litseylarini bitirgandan so'ng 3 yil mobaynida ushbu kvotasi amal qiladi. Bundan tashqari boshqa harbiy akademik litseylar ham sizlar bilan bir qatorda kurashishlari mumkindir. Ya'ni 80% grant kvotada ular ham kurashadi. Shuning uchun sizlarga maslahatim, o'qishni qanday qilish kerak? Birinchi kursingizda topshirayotgan harbiy oliygohingizni 4 ta fanidan, ya'ni chet tili va 3 ta majburiyat fanidan milliy sertifikatga ega bo'ling. Va oxirgi ikkinchi kursingizda asosiy blokingizni zo'r o'qib tugating. Sababi biz bilamiz, hammamiz harbiy oliygohdan saralash bosqichlari o'zgarmaydi. Ya'ni so'nggi qonuniyatga ko'ra 12 yillik ta'lim bo'lsa ham, ularning saralashlari o'zgarmasligi haqida qaror qabul qilindi.